Hi, welcome to the next lesson. Today we will talk about singular. Birlik oti. One pen, bitta ruchka. A pen, bu ham bitta ruchka degani. One pencil, a pencil. One desk, a desk. One apple, an apple. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga tepadagilarda a, bu yerda esa n? Keling shuni batafsilroq o'rganamiz. Here we have got vowels. Unlilar. Consonants, undoshlar. Vowels are A, E, I, O, U. Agarda so'zning birinchi harfi unli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana shulardan biri bo'ladigan bo'lsa, biz n qo'yamiz. An apple, an egg, an idea, an orange, an umbrella. Agar undosh bo'ladigan bo'lsa, a qo'yamiz. A pen, singular noun, birlik oti. A small pen, adjective, sifat. Ya'ni kichkina ruchkada kichkina bu sifat va ot keladi. A pen, bitta ruchka. A small pen, bitta kichkina ruchka. A bottle, a big bottle. A towel, a white towel. A cup, an expensive cup. Bu yerda nimaga n qo'ydik? To'g'ri topdingiz. Chunki bu yerdagi so'zning birinchi harfi bu i. Keling endi sizlar bilan mashq bajarib ko'ramiz. Mana shu yerda so'zlarimiz bor. Videoni pauza qiling va bu yerlarga bu so'zlardan oldin a yoki n qo'yib chiqing. Good job. I hope you did this exercise. Robot, a robot. American film, an American film. Turkish market, a Turkish market. Cat, a cat. Office worker, an office worker. House, a house. Cheap hotel, a cheap hotel. Italian shoes, an Italian shoes. Sizlar bilan o'tadigan bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Thank you for coming. See you.